Tuyg'u va hissiyot. Ularning farqi nimada? Tuyg'u bu emotsiya, bu ichki ruhiy holat. Tuyg'u bu insonning biror narsaga nisbatan ichida tug'iladigan ruhiy javobi. Masalan, quvonch, g'azab, qo'rquv, hayrat, nafrat, muhabbat, bularning hammasi tuyg'ular. Tuyg'ular tez paydo bo'ladi va qisqa davom etadi. Ular miyada, xususan limbik tizimda hosil bo'ladi. Misol uchun, kimdir sizni maqtasa, quvonch tuyg'usi paydo bo'ladi. Qo'rqinchli tovush eshitsangiz, qo'rquv tuyg'usi paydo bo'ladi. Kimdir sizni xafa qilsa, g'azab yoki ranjish tuyg'usi tug'iladi. Demak, tuyg'u bu lahzalik, tabiiy, ichki ruhiy reaksiya. Hissiyot bu tuyg'uning ongli barqaror shakli. Hissiyot bu tuyg'ularning ong orqali qayta ishlangan, chuqurroq, barqarorroq shakli. Ya'ni inson o'z tuyg'usini anglaydi, nomlaydi va uni boshqaradi. Shunda hissiyot paydo bo'ladi. Misol uchun, sevgi bu tuyg'u emas, hissiyot, chunki u chuqur, ongli va davomli. Vatanga muhabbat, rahm-shafqat, g'urur bular hissiyotlar. Hissiyotlar ko'pincha tarbiya, tajriba va qadriyatlar bilan shakllanadi. Shunday qilib, tuyg'u tabiiy, hissiyot ongli. Tuyg'u va hissiyot o'rtasidagi farq. Tuyg'uning tabiati ruhiy reaksiya. Tuyg'uning davomiyligi qisqa, bir necha soniya yoki daqiqa. Tuyg'uning manbasi biologik, tabiiy. Tuyg'uning boshqaruvi, boshqarish qiyin. Tuyg'uning misolida qo'rquv, quvonch, g'azab. Hissiyotning tabiati ongli kechinma. Hissiyotning davomiyligi uzoq, kunlar, yillar davom etadi. Hissiyotning manbasi ma'naviy va ijtimoiy. Hissiyotning boshqaruvi ong orqali boshqarish mumkin. Hissiyotning misolida sevgi, g'urur, rahm-shafqat. Ular qanday bog'langan? Tuyg'ular hissiyotlarning ildizi. Avval tuyg'u tug'iladi, keyin inson uni anglaydi va hissiyotga aylantiradi. Masalan, bola kichkina paytida onasini yo'qotsa, qo'rquv tuyg'usini his qiladi. Katta bo'lgach, bu tajriba ona mehriga ehtiyoj degan hissiyot sifatida saqlanadi. Tuyg'u bu qalbda chaqnaydigan uchqun, hissiyot bu shu uchqundan yonib turgan olov.